Mana bugun milisa ishga oldi. Men bitta o'g'rini tutishim kerak ekan. Xullas mana o'g'rini joyini lokatsiyaga berdi. Xullas biz o'g'rini tutishimiz kerak va pul beradi bizga 17.200.000. Normal. Mana keldik o'sha joyga ham. Mana chiqazib berdi o'g'rini. 2 minut vaqt yuradi ekan. Nega o'tib qoldim? Bu yoqqa kelamiz. Agar tutib olmasam, lekin vaqt tugab qolsa 17 milliondan qolamiz. Xo'p do'stlar, sizlar obuna like bosib qo'yinglar, necha mamnun bo'laman. Sekin to'xtamiz o'zga bo'ladi. O'tib qoldi iblos. Biladi nima qilishdi. Serena yo'q. To'xtab qo'ygan. Yo'q, iblos. Ma'lum. Boss ekansiz. Yana bitta qaylamizda bang uramiz, yana bitta qaylamizda to'piq uramiz. Ozgina joy qolgandan keyin yana bitta qayib turib, mana deb o'ldirsak mana